Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga yana bitta kerakli va foydali bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Bu ma'lumotimiz hamma mashinada bo'ladigan ma'lumot bo'ladi do'stlar. Faqat Lacetti'da o'zida emas. Metanda yuradigan barcha avtomobillarda 95% uchraydigan kasallik hisoblanadi. Marhamat, videorolikni ko'rib tomosha qiling. Agar sizga manfaatli bo'lsa va ma'lumot berilsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, Lacetti avtomobilni olib kelishdi. Avtomobilimiz metanda yurganda paqillayapti, benzinda yo'q bu holat deyishdi. Motorist akalarimiz tekshirib ko'rishdi deyishdi. Bilmadim, qarashgan. Xullas, avtomobildagi chiqqanimizda svichani yon tomoniga polni qora chiziq tushib ketgan. Bu tokni yo'li bo'ladi. Tepadagi blokni devoriga qarab chaqib yuboradi tokni. To'rttala svicha ham yon tomonga qarab yaxshigina chaqqan. Uchi normalniy yomon emas, lekin sopol joyi charchaganligi uchun yoniga chaqqan va kalinavalda uchiga musor yig'ilib qolgan. Kalinavalda uchiga musor yig'ilib qolsa, motorni boshida o't oldirishingiz ko'proq bo'ladi. Ya'ni motor ko'proq aylanib, keyin o't oladi va valda shagini, ya'ni valda aylanishini yaxshi sanay olmaydi. Chunki ustida musor to'planib qolgan. Buni yaxshilab tozalaymiz. Svichalarni NJK bir kontaktli boshqa qo'yamiz. Svicha provodamizni ham boshqa qo'yamiz. Va kalinavalni bir marta tozalash bilan ish bitmaydi. Buni yaxshilab uy sharoitida qilsangiz ham bo'ladi bularni. Qiyin narsa emas. Bunga ustiga borish ham shart emas. Yaxshilab tozalaysiz, kalinaval joyiga qotirasiz. Mashinani yurgizib, 5-6 marta qattiq gaz berib, 5 minut yurgizib qo'yganingizdan keyin yana kalinavalni yechib, yana tozalaysiz. Musor 2 marta, 3 marta yig'iladi. Bu holat 2 marta, 3 marta takrorlanadi. Svicha provodamizni ham uchi уже ko'kimtir rangga kirib qolgan. Bu degani svicha provoda ham o'sha yonga chaqqanligi uchun nimaning rengi o'zgarib qoladi. Svicha provodamizda rengi o'zgarib qoladi. Shu oddiy holatdan ham bilsangiz bo'ladi do'stlar. Svicha provoda kalinaval tozalaysiz, bo'ldi, muammo hal. Svichani, mana yangi svichani ham qotirishdan oldin uchidagi zazor xuddi shunaqangi holatda bo'lishligi kerak. Katta ochiq bo'lib ketsa ham yaxshi chaqish bo'lmaydi, past yaqin bo'lib qolsa ham yaxshi chaqish hosil bo'lmaydi. Biz doim mana shu NJK bir kontaktlidan foydalanamiz. Bu byudjetniy variant va ishlash prinsipi juda ham ajoyib bo'ladi do'stlar. Nima desam bo'ladi? O'zimizda nimamizdan o'tgan, sinovimizdan o'tgan va cho'ntagi bor. Hozir mana svicha provodasi 170 ming so'm bo'ldi. Qimmat narsa emas, olib qo'yib olsalaring bo'ladi. Lekin обязательно kalinavaldachilik tozalab yuborishlik kerak. Simlari chatoq bo'lsa, uni almashtirib yuborishlik kerak. Hozir mana ikkinchi marta yechyapmiz. Birinchi yechib tozalab, qotirib yurgizdirdikda, ikkinchi marta yechib yana tozalayapmiz. Bu holat 4 marta, 5 marta takrorlanadi. Endi avtomobilimizni yurgizib ko'rsataman sizlarga. Avtomobilda o't olishi bitta kalit bo'ldi. Kelganda ancha qo'shyapti turdi. Kalinaval kirligini hisobiga. Xo'p, diagnostika qilganimizda ishlash prinsiplari juda ham ajoyib o'ziga keldi. Давление выпускный kollektor joyiga keldi. Bu juda baland edi bu. Ashibkalari bor edi, ularni bartaraf qilib o'chirib berdik. Hech qanaqangi boshqa ashibkasi qolmadi. ABSda ashibkasi bor ekan, uni muammosiga keyinroq kelamiz deydi. Xudo xolasa uni ham akkuratni chiroyli holatda qilib hal qilib beramiz va nimani ham ko'rib qo'ydik. Temperatura охлаждать yetkazdi. Ventilyatorda ishlash prinsipini ko'rib qo'ydik. U ham joy-joyida ishlayapti. Sovutishlari yaxshi. Endi hozir ko'chaga olib chiqib turib, tashqaridan minib, akani o'zlaridan eshitamiz qanaqa o'zgarish bo'lgan, nima holat bo'lganligini. Agar sizlarda ham shunaqangi holat bo'lsa, shu tartibda qilsalaring bo'ladi. Bu uy sharoitida qilinadigan holat do'stlar. Faqat kompyuterga solish shart emas. Shuni qo'yasiz, bo'ldi, muammo yo'q. Eshiklarni legirovka qilish kerak. Yaxshi. Skoro boshlansa qaqillardi-da. Zagonni yurtding. Svicha provoda kalinavaldachidan bo'lganda. Xo'sh, akalar, ukalar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kerakli ma'lumotimiz shundan iborat. Buni YouTube'ga qo'yishda iloji boricha harakatini qildim. Sababi juda ham ko'pchilik keladi, paqillab qolyapti yoki 80, 70 yoki 100 tezlikda bitta talchoq berib qo'yadi deydi. Bu svicha bilan svicha provodadan bo'ladi. Bu narsa qimmat narsa emas. 170 ming so'mga olindi. 1 yilda bir marta olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi o'ta ko'p probeg yuradigan bo'lsangiz, 1 yilda 2 marta. Обычно oddiy minadigan bo'lsa, o'z ishingizga minadigan bo'lsangiz, ustiga qancha bir yilda 20 ming, 25 ming yuradigan bo'lsangiz, 1 yilda bitta qo'ysangiz yetadi. Shu bilan mashinangiz akkurat zo'r holatda yuradi. Xo'p do'stlar, videoroligim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosdi va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu sizlar uchun foydali videolarni ko'rishga sabab bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.